Yumshoqqina apelsinli keks tayyorlaymiz. Ranglari shunaqa sariq chiroyli bo'lib chiqadi. O'rtacha kattalikdagi apelsinimizni yaxshilab yuvib, to'g'rab, blenderda maydalab olamiz. 3 ta tuxum, 1 stakan shakarni ko'pirtirib, u massaga blenderda maydalab olgan apelsinlarimizni ham solamiz. 100 mg o'simlik yog'i ham solib, yaxshilab aralashtirib, 200 g un, 1 choy qoshiq razrixlita solamiz. Masalliqlarni yaxshilab aralashtirib, konditer qopchasiga solib, yog'langan qolipchalarimizga solib, 180 gradusda isib turgan duxovka pechida pishirib olamiz. Mana shunaqangi chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Ayniqsa yoshi katta buvijon, dadajonlarimizga rosa ham yoqadigan yumshoqqina, hidlari ham juda ham приятный bo'lgan keks bo'lib chiqdi. Bu keks qoliplaridan kimni uyida bo'lsa bilsa kerak. Yuvish juda ham yuvishga qiynalganimdan, keks yaxshi ko'rishimga qaramasdan pishirmas edim. Endi bu safar bavi bilan yuvib test qilib ko'rmoqchiman. Keks pishirishdan ham ko'ra qoliplarni yuvish osonroq bo'ldi menga. Bavi hamma ishni o'zi bajardi.